Azroq bo'lsin 100 gram. Bir singil debsizlar, bir nimjon, bir nimxon, hatto kalpuqxon debchi. To'rdoshlar men necha qatim dedi. Endi men shu qilayotgan ishlarimning hammasi boshqalarning ma'naviyatini betish uchun deb. Bir maqsad qilmadim bu ishni. Endi bir odamning irodasini sundurgan narsa o'zidan kelayotgan turlik besimlar va yoki namratchilik emas. Faqat va faqat atrofdagi muhitdan kelayotgan sirtqi kishilarniki g'idiqlishi shularga bo'lgan hamda qattiq zarba berish orqali bu irodaning sunishi hosil bo'ladi degan gap. Mayli to'rdoshlar, nima desam, davasam men gapimsam bo'ladi, lekin gapirmaslik boshqalarga hamda tushuncha bermaslik mening ko'nglimda bir xil hurmatsizlik deb bilgan bo'lg'achqa to'rdoshlarimga bo'lgan shu to'g'risida ozroq tushuncha bermoqchi bo'ldim. Mayli to'rdoshlarim uchun hamda qish bo'lsin, yoz bo'lsin, bo'ron chiqsin, shivirg'an chiqsin, hatto qor yog'ib ketsin, men bir parcha asrimni yo'llamay qolgan kunim yo'q. Ijodiy asarlarimni yangi holatda yo'llab turyapman to'rdoshlar. Bugun mana usul o'ynab ijodiy asarlarimni to'rdoshlarga yo'llayman deb oyog'imni yetilib kiydigan yeri qolmadi to'rdoshlar. Mayli bir atal oyoqdagi hech gap emas. Yangidan setib olsak bo'ladi. Lekin endi to'rdoshlarim uchun shunchalik qilyapsan, uni buni deb qo'ysanglar, qattiq zarba ochiq etgan qo'ysanglar, mening irodam so'nib qolsa, asarlarim chiqmay qolsa, jiq odam xo'sh bo'lmay qolishi mumkin. Az bir qism kishilar xo'sh bo'lishi mumkin, lekin jiq odam endi o'sha asarlarim yoqtirgan bo'lsa, xo'sh bo'lmay qolishi mumkin. Shuningdek, to'rdoshlar, endi bunday kiyimni davomli qo'llab bergan bo'lsanglar, chin ko'ngildan sizlarga rahmat aytgan bo'lardim. Yangi ijodiy asarlarimni o'zingizga sunmoqchi edim. Shunga to'rdoshlarimga yana bir qitim rahmat, davomli qo'llab bergan bo'lsangiz.